erda aytganini qilmagan xotinda nima qilish kerak? Mana ko'pchilik mendan so'raydi-da, doktor Faxriddin, xotiningizdan urush qilib turasizmi? Chunki siz ko'ramiz, mana qo'ni-qo'shnilar, qarindoshlar, patsientlarim minglab men bilan uchrashib turadiganlar, hech sizda urushganingizni ko'rmaganmiz. Hattoki ishchilaringizni ham sanitarkadan boshlab to anesteziologga biron kishini urushganini ko'rmaganmiz. Xotiningizdan hech urushasizmi degan savolni ko'p berishadi. Endi bu oilaviy sirimiz edi. O'rtamizda qolsin azizlar, men bizlarda o'rtamizda mana shu haftaning o'zida 2 marta Yulduzxon bilan qattiq urush bo'ldi. To'g'ri, o'rtamizda sevgi, muhabbat, boshqa, lekin baribir biz qattiq urush qildik. Mana kecha ham yomon urush bo'ldi. O'zim ma'bedim sal og'riyapti, lekin shunday bo'lsa ham sizlarga aytmoqchiman. Birinchi mana bir haftaning ichida 2 marta u xatolik qildi. Birinchi xatoligi kecha yakshanba kuni Samarqandcha osh qilgan. Endi oshni shunchalik zo'r qilgan, guruchlarni yurib ketyapti-da. Tuzini ham sal normalni solgan ekan-da. Endi hali kacharkalardan solgan ekan go'shtlarini ham. Endi osh shirin emasmi? Ko'rdimda kirsovunday qilib har bittasi mana shunday kirsovunday qilib yarimlagandan ko'pini o'zim yeb qo'ydimmi? Keyin shunda aytdim, Yulduz dedim, shunchalik osh shirin bo'libdi, issiqqina joyida qo'l bilan maza qilib urdim dedim. Yaxshi dedim, lekin bu xatolikni ikkinchi qilma Yulduz dedim. Bunaqa kecha Gruziyada bir hafta bo'lib o'zim semirib ketdim. Salkam 1 kiloga semirib ketdim. Yurishlarim og'ir bo'lib, qiynalib, hansirab yurolmay qoldim men 1 kiloga semirib. Bunaqa qilsang yana 300 gram semirib qolishim mumkin u bu dedim. Xo'p dadasi, endi bilmasam, siz yaxshi ko'rib ketdimmi, yaxshi bir osh qilgim keldi-da, dadasi u bu dedim. To'g'ri, lekin ertaga dedim, semirib ketsam, boshqa qilsam davlindan paydo bo'lishi mumkin u bu degandan keyin to'g'ri tushundida, xo'p degan holatda kecha Yulduz ikkinchi xatolikni qildi. Kecha manti chaqibdi, manti. Endi til tagiga shunday tashlab olyapman, 10 ta 12 tasida bir shirin bo'lgan, tuzini ham normalni qilgan, haligi mayin go'shtlardan qilgan ekan. Kecha oylik olgan edim, o'tgan kuni berganimda shu oyligi bilan borib 1 kilo go'sht olibdi-da, shunaqa qilibdi. Yulduz yana shu xatolikni qildi desam, dadasi, bemalol yuring. Haligi xamiri qalinligi qog'ozdan ham yupqa, o go'sht ham haligi ichida yog'i yo'q, yuring u bu deganiga ishondim-da dedim, shuni til tagiga tashlab yubordim. Anchasini yeb qo'yibman, voy Yulduzjon dedim. Maza qildim o dedim. Baribir shu xatolikni ikkinchi qilding. Bunaqa qilmagin Yulduz, u bu desam, xo'p dedi. Shuncha aytmoqchiman, mana bir hafta o'zida 2 marta urush qilib qoldik-da. Shuning uchun mana shu xatolikni qilmaslik uchun shu o'sha sevgan insonlaringizda onasini kimligini biling. Chunki buni onasi shunaqa bo'ladi. Onasi mana shu manti chuchvaralarni jachvara tugib qo'yardi-da, bolasiga shuni o'tkazib qo'ygan bo'lgan. U mana menga endi qiyinchilik tug'diryapti demoqchi edim. Ular hammasi qaysidir ma'noda yengil, shirin hazil avvallar. Albatta biz ko'p qiyinchiliklarni birga ko'rganmiz. 5 ta bolani tarbiya qilish, boshqa 5-6 ta nevaramiz bor, qizlar turmushga berishi, o'ziga bo'yashi, qudalar bilan yaxshi yomon kunlarimiz bo'lgan joylari bo'lgandir. Hozir Xudoga ming shukr, hammasi yaxshi. Qizlarim baxtli. Конечно, biz Yulduzdan baxtli. U meni yaqin do'stimday, yuramday, yaqinimday nima bo'lsa, bemalol sirlashib, butun dunyoni birga aylansak ham shunchalik kam bo'ladi. Shuning uchun og'aylar, bitta narsani men aytmoqchiman. Mana shu nima deydi, o'sha eng katta baxt shundaki, o'sha er xotin bir-birini tushunib boshqansa qilsa borku, hayot yengil bo'ladi. Odam uzoq umr ko'radi. Shunda boshqalar bilan ham yaxshi bo'ladi-da. Nima deydi, o'sha ota-onani baxtini ko'rish farzandlari uchun eng katta baxt. Shuning uchun bittasi aytgan ekan, dada, agar siz bizlarni yaxshi ko'rsangiz, onamni seving degan ekan. Onamni yaxshi ko'ring degan ekan. Shuning uchun biz albatta bolalarimiz haq-hurmati, xotinimiz haq-hurmati kerak bo'lsa, o'zimizni kelajagimiz haq-hurmati, xotinimizni sevib, birgalikda sevib yashashimiz kerak. Omon bo'lingizlar.